Assalamualaikum. İkraldirki qadirli körmen dostlar, şunaqlı biz üçün intayin suyumlik bolğan radio anlıqçılar. Uzurunladı bulvatqını Türkiye Ritim Radyosu'nun Unutulmaz Melodiya programısıda. Merkez Xalq Radio Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısıda. Şundaqlı yana bizning MLD kanal Ündidar supumuzda birlik tarqıtvatqan Men Naq Meydanda programısı. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda izlemekte olduğunuz Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Halk Radyo İstasyonu Üzülmez Melodi programısı. Türkiye Radyo Ritim Unutulmaz Melodi programısı ve MLD kanalının kamu platformunda yayınlanan Canlı Yayındayım programısı. Hepinize buradan sevgiler, selamlar yolluyoruz. Mana Türkiye'deki aziz qeyrindaşlarımızga utlug salamlarımızı yollavatdik. Şunda qadirli dostlar, biz bugün Men Naq Meydanda programımız arqılıq sizler üçün xizmət bolğanlığımızdan tolumu xoşalımız. Men Qahırdan Qıyım. Men dostlar Zübeydə Dursun. Xoş Qahırdan unaq bolsa bizning bugünkü programımızga alaydı təklif bilan qatnaşdırğan aziz mehmanimizni barlıq dostlar bir tanışdırayıq deylik. Şunda qadirli dostlar, bugünkü programımızga təklif qılğan bizning alaydı mehmanimiz bolsa yaş talant naqşçı, icadiyatçı, G'arbiy yurt moda naqshxonisi Adila Sidiq. Qarşılaymiz. Hoş geldiniz. Assalamualaikum radio anlıqçı dostlar. Şundaqla ekran aldiki dostlar. Türkiye diyarimizdeki qeyrindaşlarga Adila Sidiqdan otiq salam. Rahmat, hoş geldiniz. Adila. Demek mana biz bugün programımızda Adila Sidiq şundaqla bizning Melodiya Madaniyat tarqitish şirkatidagi bir-birdan qabil musiqa attirdi, ya'ni shu MLD musiqa attirdi bilan birlikda boshqaramiz. To'g'ri. Xo'sh, undaqda shu MLD musiqa attirdi bizning muzikallarimiz bilan bir tanishib chiqaylik. Buldu, qiynalaq bo'lsa shu o'ng tarafdan tanishtirishni boshlayaptim. Bizning bosh elektronlik gitarda Alim G'ini. Qarşılaymiz, hoş geldiniz. Çatma Dumlaqda İlyar Baxtiyar, hoş geldiniz. Bu yoq bo'lsa bas gitarda Zulfiqar Abdusalam, qarşılaymiz. Bu yoq bo'lsa elektronlik realda, ya'ni MLD musiqa attirdining atrat boshlig'i Alim Bulbul. Hankama şəxsi ətrindaşlar moda buldu. Şundaq. Bu yoq bo'lsa zariblik çalğılarda, ya'ni Rustam Ömer. Qarşılaymiz. Bu yoq bo'lsa əgəşmi elektronlik gitarda Ferdun İsmail. Mana musiqalarimizni tanıştırıb olduq. Programımızda Melodiya Madaniyat tarqitish şirkatidagi barliq xizmatdoshlarimiz bilan birlikda boshqarib turibmiz. Albatta bu programımızdan bir alaylik hisoblanadi. Shundaq o'z navbatida yana programmamizdagi yana bir alaylik bo'lsa, mana bu Melodiya musiqa attirtidagi barliq musiqatlarning tengishi ostida moda naqsh yaqinxonisi Adila Sidiqning Naq Meydandagi jonliq naqsh musiqalaridan hozirini olaymiz. Shundaqla bu naqshlarning hammasi asosan Adila Sidiqning o'zining ijodiyati va Biyanmış piçti, bozulmagan naqşılar. Xo'sh, undaqda Adilada shu oldingi yili siz shu Adila Sidiq naqsh mastallar uchrashini tugatgandan keyin mayli bizning saytlarimizda bo'lsin yoki ekranlarimizda bo'lsin ko'rinmadingiz shundaqqa. Buning albatta bir sababi bor deyman. Albatta sababi bo'ldi-da. Demak, mana shu bir yil jarayonida Adila Sidiq ikkinchi balsini techaman yengib oldi. Demak, baxtga oysida bir juft qizi bor bo'ldi. Muborak bo'lsin. Rahmat esdaymisin. Endi mana shu bir yil jarayonida Adila işlerini bir akır tügütüp, özünüzden hizmetlerini qo'lga olgandek bo'lgansiz? Hakikaten sahne hayatımda bir mezgil to'xtab qo'yib turdim. Hem de bir ay ana bo'lish sifatim bilan oldi bilan oilamning ishlarini qaysi ishdan muhim o'rinda ko'rganligim uchun hakikaten bir mezgil sahnaga chiqa olmay qoldim. Muşu bir yil jarayonida Adilaning uyda nima ishlar bilan mashg'ul bo'layotganligini balkim siz bilmaysiz, tomoshabinlarimiz bilmaydi, ammo siz bilamsiz. Men bilib turdim. Nadan deganda shu Ündidar do'stlar chemberkidan, shu Adila Sidiq uyda nima ish qilayotganligini, nima ishlar bilan mashg'ul bo'layotganligini shu Ündidar do'stlar chemberkiga she'r yozish orqali chiqarib yubordi. Qanday she'rlar? Shu oiladagi patparaqchilik Adilani shoira qilib yubordi. Bir-birdan gumga qizqarib she'rlar. Qiziq bo'ldi, majmua she'rlarga birer kublet kelib baqamsiz, bormi she'rlar? Bana saqlab olgandim, shuni bir o'qib beray. Bizning radio anlıqçılarımızla Zeriyasatçı bizning şpiyonumuz ekan. Başladım mı? O'qayman. Yipek yağlıq pürləşdi nəgə, əttir hidi söyməz dımaqni. Babi qoncaq çiçini çuğub, nədək ətdi əlləy balamni. Xat gözlə birli nöqtada, uyğu idi əsildə bilsən. Qayna vədi çögündə lıqsu, tuyğu idi bir çıxıb görsən. Bugün zadi həbdigə qanca, saatni yedi op. Qandek, yorğulaydı öyünün temida bir ana ul soqmu soqqandek. Əlləy balam kütüb boq, aytay desəm laf yox deyə yələrim bacıma tamaş qılar. Adiladan nimdey bu şe'ri qanday? Işqilib bu şe'rda öydeki bir aldıraşçılık, bir dişvarçılıkla işbarlangan bir şe'r ekan bu. Adila öz birinin deysin endi bu məsələyə. Şundaq, sizlar siz bilmaysiz endi.
Ana olgandan keyin hakikaten qo'ygan tutquni bilmaydigan, hatta o'ziga bir necha 5 minutmi vaqt yolg'iz qoladigan vaqt bo'lmaydigan shunday ahvollar yuz berdi ekan. Bola ishga olganda taxmi aldirash shu ketganman. Shu vaqtlarda men o'zimningki shu vaqtga hissiyatni biza bo'sh vaqtimdan foydalanib she'r yozish orqali, qalamkash qilish orqali biza o'zimni bir dog'imni chiqarib olgandek bo'lib qolmamdi. Undidorga chiqarib olsam riyosatchimiz mening do'stim yaqinimiz. Ana buni bir oshkorlab qo'ydi. Undidorga chiqsa, adoqingiz bir xil chiqdan deya shuning bilan. Undidorga chiqsam boshqalarning yurak belgisi avachpasi xo'shib qolmam menga. Jafo chekdingiz degandek mana imkonsiyatni bildirsa. Hem bir kediki do'stlar yurak avachini unutmalar bu. Chunki siz bilan aloqam bir xil uzilib qoldi uchun. Bir hafta uyga chiqmay qolgan vaqtlarim bor. Shu chog'da faqat Undidor orqali o'zimning mavjudligini his qilmadim. Albatta bu bir o'zini ifodalashning bir usuli bo'lsa kerak. Yani şahalik çıkarışlar. Şundak demek manımız paranlarımızdan bilaleyimiz ki Adile'de hakikaten ailede küyümcan bir ayal şundakla mihriban bir ana. Şundak. Her kanda anı şunda dep oylayman. Demek ana bo'lgan ekan, ayal bo'lgan ekan, ailede mas'uliyati, majburiyati bek ig'ir bo'ldi ekan. Şonlaş qısılar hamma erlar ayollarning qadrini qilishni biladilar. Xo'sh, endi bu vaqtda paranlasak ras bu gap tugmigidek mushtapmish Adile'ning naqshlarini anglag'im degan kep mening bir naqshini anglab aytgandek qolgan paranlarımızdan davamlashtiramdik. Buldumuş qahirdining xumar bir besqisi Adila. Bir naqshidan keyin qolgan paranlar. Buldum men yaqinda o'zim ijod qilgan Karvon degan naqshini radio anglag'uvchilarga shunday ekran oldida tomosha bilan so'qilman. Yoqtirib olishini chin dilimdan umid qilaman. Tamam sevgili arkadaşlar, şimdi Adile Sıdık'ın Karvan adlı parçasına kulak verelim. Buyurun. Kettik. Bu sefer uzun sefer Enzil yetmez dumanda Bir tamça su ateşler Göz yetkisiz bayanda Doğuldu çankıgan demler Çonkurlaştı her nefes Kolumuz yetküdek asman Kainat buldu kepes Boğazlar tekrar makanda Kömülge şan şeref Mihneti yaralan dünya Kumbaslarıma yer Bu karvan izidi yanmaz Izidi yanmaz Bu karvan izidi yanmaz Izidi yanmaz Her yürekte bir armağan Çağlar koyaş teptide Yelkemge jühlengen jühler Derdu alem yetküde Gez bağlap kepsin bu dünya Yüzümde bir cennet Ürkeşlep akıl tutayım Kabrımda erkiler Bir karvan izidi yanmaz Izidi yanmaz Bu karvan izidi yanmaz Izidi yanmaz
yanmaz, izi yanmaz. Çok güzel, bravo. Pek Feyzi, ya. Qanaqroq? Sal yerib qoldim. Ziyatlik yaxshi. Xo'sh, endi men mushu naqshini tunji bo'lib Markaziy televiziya stansiyasining sahnasida anglab ekanman. Ya'ni mushu osonlik millatlar san'at ko'rkida ijro qildingiz-ku deyman. Shu qadamli kechilik faoliyat uchun ijod qilgan naqsh. Maqsad shu ki shu musobaqa uchun ijod qilgan naqshamdi. Adilada endi men bir gapni desam, mushu naqshini sizdinmi yaxshi aytirgan birisi bor, biraylarlar bor desam ishonamsiz? Shunaqa bo'lishini umid qilaman. Men ishonmayman. Siz ishonamsiz Zubayda? Ishonmamsiz. Unda vaqtda mushu naq maydonda mushu ekran orqali ashni bir isbotlab boqaylik qani. Qani bir ko'rib boqaylik. Sizdinmi yaxshi aytirganlar bormi, yo'qmi? Qani ko'raylik. Kimdi o? Ümit Tursun aşık. Ümit Tursun her to'g'ri topdingiz mana. Ma kimdi o? Voytan oxumadı. Bildirchash Choylar bildirib turdi. Simizni qilgan bu. Ya simiz emas, unsimiz emasga. Kitsal bildirar ekan. Ey malani. Ovozi birsiga o'xshab o'tdi bu ovozmichi hozir. Ben Günay'ını tanay. Kimligini bildingizmi Adilada? Zubayda turmanda. Yana birisi Ümit Tursun Yana bir ki. Ümit Tursun. Sizlar Sizning dehshat pintozingiz. Tatqan men ashni yo'shurlik tatib olganman. Ben Günay'ını tanay. Qaramlıq bilan naqshingizni aytib qo'ydim Sizlarning Adila. mening naqshlarimni bunda yaxshi ko'rdiganinglarni bilgamsam sizlarga maxsus naqshidan bir ijodiyat qilib sahnaga chiqib aytqizatdim emasmi? Mana. Endi ijodiyat qilib bersangiz bular Bo'ladi, nima ish qilib bo'lmaydi. kecha uxlay olmaydigan bo'ldingiz. Shumaxir reallik aylangan bo'ldi Adila. Mana bugun nurg'ulgan tomoshabinlarimizning oldida Umid Chikanlarga ijodiyat qilib berman dedim. Aga kichik eslatib olsam bo'lmaydi. Demak, mana shu shundalar Adila Sidiqning naqadar mardligini ko'rib olaymiz. Demak, Yana sizni naqsh etkizib Mariyazak. Demak, Adila mush o'zining nodir ijodiyatlarini o'zi ijro qilib qolmasdan yana bizning shu naqshchilarimizga mardlik, sihiylik bilan ijod qilib berdi. Masalan, shu Adilaning bir qator nodir ijodiyatlar ichida men yoqtirib anglaydigan naqshlardan Nurnisa adamning Kuylaxon Nurnisa Abbasning oldingi yili e'lon qilingan Apuchan yillar nomli naqshi. Shunaqla bu yil Navro'z bayramlik san'at kechiligida ijro qilgan Ona nomli ikki naqshi sizning ijodiyatingizga. Demak, mana shu ikki naqsha to'r dunyosida chekilish qitim sanani aytib yuqori ko'tarilgan olqishga erishgan nodir naqshlardan sanaladi. Yani onun başqa shu bizning mamlakatimizga tanilgan bizning bola cho'lpinimiz Berna Anvarniki shu qo'zichoq, anandikin Engi mama, sarangi sotqich qizcha qatorliq ijodiyatlarimiz shu Adila adamning ijodiyati shundaq bu. Demak, bu Bernaniki bu naqshlari shu bizning bola cho'lpinimiz Bernani mamlakatimizga tunutgan naqshlardan hisoblanadi albatta. To'g'ri. Uningdan sirt yana shunaq tilim futish kitida yo'llar bor, riyosatchilik qiladi. Hech yo'q. Bizning shu yosh naqshi Gulmira Turg'unning yaqinni chiqarmoqchi bo'lgan plastinkasidagi shu 10 naqshining 6-7sini aytavur sizning ijodiyatingiz dedi, ha? Shundoq. 6 naqshni ijod qilib qo'ygan. Demak, mana mushlarning hammasi bir-biridan nodir, noyatmi chiroyli melodiyaga ega yaxshi naqshlar. Albatta bundaq nodir ijodiyatlarning barliq kelishida meningcha mush ilhom asosli o'rinda turdi deb qarayman. Adilada bayotin deb o'tdik, intayin aldirashgansiz hamda kundalik turmushingizda. Ham shu xil ilhomni nelardan topasiz shunchalik aldirashchilik ichidan? Turmush bo'lmasdan ilgari ilhom odati yolg'iz qolganda keldi. To'g'ri. Chiqqan narsa kelmaydi, kasb tuta olmaymiz. Yolg'iz qolgan vaqtlarimda ijodiyat qildim. Men turmush bo'lgandan keyin asosiyatdan yolg'iz qolgan vaqtim yo'q. Atrofimda odam bor. Shunda o'ylab baxsam shu yolg'iz qolgan vaqtlarim shu qazon beshida tamoqatga vaqtlarim, qochib yurgan vaqtlarim, shu qazon qumushlarning taraqtur qilgan ovozlarim menga bir ilhom berib, shuni shu vaqtlarda ijodiyatim uchun original to'playman. Demak, Adila Sidiqning ijodiyat ilhomi qazon ishidan keldi. Puj qilgan ovozlardan qanday ilhom topdingiz? Har birisidan bir melodiya chiqdi, jim o'tiraman. Muzikani tushungan odam biladi u melodiyani. Xapman ham bor ekan. Men dexa boyatin ijodiyat ilhomingiz nereden keldi desa, Adilaning shu tabiat dunyosidan keldi demdikin. Chunki shu Adilaning naqshlaridan men bir xil tabiatga yiqiliqni bayqayman. Qanaq desangiz, shu tabiat dunyosidagi eng chiroyli narsalardan, shu mavjudotlardan bak yaxshi foydalanasiz. Masalan, Majnuntol, Shabnam, Tomcha, yomg'ir, gulbargi, bulbul, daryo, dengiz, osmon, yomg'ir degandek. To'g'ri. Siz degandek men his qilaman. Haqiqatan tabiat dunyosini o'zimniki ijtimoiylikda tutgan o'rnimdan bekrak tabiatda tutgan o'rnimni yaxshi ko'rdi ekanman. O'zimni chunki tabiatning bir gavdisi deb his qila olaman. Shu she'rlarimda
tabiat dünyasıga har qanday hadislarni menga bir xil ilhom bag'ishlaydi. Siz deymisiz, men buni taqayzan O'ylab qo'ymamışım debçi. Demek Adile Sıdık şu tabiat dünyasını aytımı söygeç, tabiatga yaqin bir qiz bo'lgaç, melodiyalarımni aytımı chiroyli. Shunda. Endi şu her qanday bir odamning naqsh muzik anglash ishtasi o'xshash bo'lmaydi. Shaxsan men naqsh muzik anglaganda oldi bilan tekst meni tutib qola olsa, tabiiy oldi melodiyasini yaxshi ko'rib qolman. Mening nazarimda teksti yaxshi naqshlar shunda Aslan isimli qaldı, meni yoqtirishimga erishalaydi. Demak, Adila Sıdıkning men yaxshi ko'rgan bir qator naqshlarimi, ana shu tekst go'zalligi bilan, kuy nazmi ijodiyati bilan meni tutib qola olgan. Bek yoqtirib anglaydigan bir naqshingiz bor deylik, Beshafqat nomli naqsh. Hey Beshafqat degan 2009-yilda moda olgan naqsh. Zübeyde bilishimcha 2009-yillar bu naqshini shu sap muhabbatdan ayrılib ketgan mush bir hijronlik azobini tatgan qizlar anglaydi bu deyman. Shunaq, demak Adila Sıdık boshqalarning dardiga darmon bo'la oladigan naqshlarni yuz beradi. Sizning ishingiz mashta kunlar kelgan bo'lgan. Yomon bo'lgani. Demak, ana shu qatardagi yor nomli naqsh bo'lsin, Nafisa bo'lsin, hammasi shu kuy nazmi ijodiyatining aytimi chiroyli bo'lgan, tekst go'zallik ega naqsha. Ana shu qator naqshlar ichida men yoqtirib anglaydigan yip bir naqsh bor, o bo'lsa-mu iltijo. İltica. Bilishimcha bu naqshimish Adila adamning o'zining ijodiyati. Shunaq. Qani undaq bo'lsa-mu shu tunmirni qiziqira so'qibmish naq maydondalam bir anglab etmamdik shu naqshini. Pechda buzilmagan bu naqshdan do'stlar bilan o'rtaq bahramon bo'laylik demak. Bizning programmamizda mana shunaqa yangi naqshlardan o'zini alaysizlar. Arkadaşlar şimdi Adila Sıdık'ın İltica adlı parçasına kulak verelim. Seherdə sabah jiraqdın sada anlınar veda bu dərdkə mubtala bolğan kimgə başpana kən başpana Yalğız demən ki jiraqqa kelsəm anamda bağrı illiq bir paya zimində gül bulup içilsəm mən hər canda İltica Eyledim ben sana
Xeyirlar, çöküp ketdim bu ne iştapta. Puraq degan uygilarga olib berdi-ku Adila Sidiq. Adilada bilishimcha mushnaqshin oldingi yil mushnaqsh masallar ushirishim aytgan-ku deyman. Shu chaqda bir anglaplam yoqtirib qolgandim bu naqshini. Demak, ana shu qitimliq masallar ushirishdi sizmi bo'lgansiz? Voy botim u kim degan men degan hayajonlanib o'zimni xudimish boshqa bir dunyoda yashayotgandek his qilib qolibdi ekan. Butunlaymish naqshining ichiga kirkitibchi Adiladan naqshlarni. Keyin shu bilsam kechilik tutgandan keyin yana shu yershab yashayotibdimi? Albatta. Ana shu qitimliq masallar ushirishining gepi chiqib qoldi. Alayda tilg'i elib o'tishga arziydi. Ya'ni men shuni loyiq ko'rib qoldim. Shu qitimliq kechilikni qilgan vaqtda Adila Sidiq qo'sqida 3 oylik bola sifat yana ikkinchi farzandiga homildor vaqtida. Demak, ana shu xil holatda bir kechilikdagi 10 necha naqshining hudisidan o'zi naq maydonda ijro qilib, to'liq chiqa olgan. Demak, bizning shu MLD muzika tartibimizga barliq muzikantlarmi ana shu qitimliq kechilikda bormishlar guvoda. Haqiqatan oson emas. Men degan shunchalik hayajonlanib bir tarafdan hayajonlanib, bir tarafdan shunchalik jiddiylashman demiş desangiz, Adiladan sahnaga chiqdi, naqshini aytib bo'liblam, pastga tushiblam, keyin sahnaga qarsam oksigen shimurdida. Men degan jiddiylashib Adiladan qarab. Oksigen shimurishlar jiddiylashib. Oksigen shimurgidek darajada emas, lekin haqiqatan shu vaqtda tavakkul qilganimdan nozir bo'lsam, qo'rqim keldi. Demak, shu qitimliq kechilikni siz qilmasangiz bo'ladi Adila. Ya'ni voz kechsangizmi, keyingi sursangiz bo'ladi, biroq qandaq bir kuchning, shunaq bir ilhomning turtkisida ishingizni kishlab qilyapsizku kechilikni shuni bir bilib boqayli. Shu vaqtning o'zida meni sharoit shuni majburlab qo'ydi. Undaq pishib yetilgan sharoit boshqalar necha vaqtning bezi turishibmi qo'lga keltirmaydigan bir sharoit bor. Agar men voz kechsam bu fursat ketib qoldi. Uning ustiga bizning muzika tartibining bolalari men g'ayratli bo'l, deb men kuch-quvvat bo'lganligi uchun qisqagina orliq ichida repetis qiliblar. Bir kecha uning ustiga men undidardagi mikrobiologdagi shu Pentozlar. Pentozlar. Ündilardagi mastallarim mening mushtaq bir kechiligimni kechilik qilishimni aytdi, orzu qilganligini aytdi. Shunga ularni umidini yerga qo'ymay deb, balni ching bog'lab Demek şu kechilikda mana shu melodiya muzika tartibidagi barliq muzikantlarning ilhom berishi, ana shundaq pentozlarning turkilik rol o'ynashida bir kechilik maydoniga chiqib ketganda, demak Adilada sizning naqsh mastallaringiz haqiqatan oz emas. Masalan, men Zubayda Tursun, bayatınqi videodagi Umid Tursun, onda boshqa melodiya muzika tartibidagi barliq muzikantlar shundaq qo'ya. Men mushlaman muzika tartibidagi mastallari. Onun nisbat yana nurg'un mastallarimiz bor jamiyatda, albatta buni siz faraz qila olasiz, chunki hozirgi shu talantingiz bilan nurg'ulg'an tomosha bilan o'zingizga jalb qila oladigan bir naqshchi deb o'ylayman shaxsan o'zim. Qiyin unaqa bo'lsa, ana shu jamiyatdagi bir qism mastallarimizni, ya'ni shu ko'p pentozlaringizning ichidagi qisman bir qismlarniki videosini bir ko'rib chiqaylik. Ekranga marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Alaykum assalom. So'rab baqsam, Adila Sidiqni tanimsizlar? Taniymiz. Naqshlarni yoqtirib anglamsizlar odatda? Yoqtirimiz, ish qilib har qanday naqshlar bek yaxshi chiqadi-ku. Masalan, qaysi naqshlarni bekrak yoqtirib anglaysizlar? Masalan, bahar sados, bahar anikendi yar onun nazar Nafisa degan naqshlar. Nafisa sizchi? Men yar degan naqshni bekrak yoqtirib anglayman. Nima uchun yoqtirib qoldingiz o yar degan naqshni? Chunki bu naqshning melodiyasi biza o'zgacha bo'lganligi uchun men yoqtirib anglayman. Teksimi intayin yaxshi. Rahmat. Unda mush fursatda Adila Sidiqqa o'zinglarning deydigan bir yurak so'zlari bormi? Adila Sidiqning bir qo'llig'ichisi bo'lish sifatim bilan Adila Sidiqning bundan keyingi ishlarininki yaxshi elib berilishi shunaqla bundan keyin texmi yaxshi melodiyasi go'zal bo'lgan, tekstlari yaxshi bo'lgan naqshlarni ijod qilishga tilakdoshlik bildiraman. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Alaykum assalom. So'rab qolsam, Adila Sidiqni tanimsizlar? Tuniyman. Odatda naqshlarni yoqtirib anglamsizlar? Hozir anglayotgandim. Voy, ashtomat dalli keldi menda. Qaysi naqshlarni bekrak yoqtirib, hozir anglayotgan naqshingiz nima edi? Karvonni bekrak yoqtirib anglayotgansizda. Unda uningdan boshqa qaysi naqshlarni yoqtirib anglaysiz yana? Yar, muhabbat, iltijo. Bekchiqku? Iltijo shundaq. Unda sizdan so'rab baqsam, siz Adila Sidiqni qaysi naqshisi bilan tanigandingiz? Men shu Nafisa degan naqshni anglab. Yaxshi ko'ramsiz ash naqshini? Yaxshi ko'raman. Nima uchun yaxshi ko'rasiz naqshni? Tekstim yaxshi, ondan keyin Adila Sidiqning ovozini bek yaxshi ko'raman. Bo'ldi, undaqda mush fursatda Adila Sidiqqa deydigan qanday bir yurak so'zlaringiz bordi? Adila adamdan bundan keyin kishilarga texam tuqtilayman, ondan keyin bundan keyin texam yangi ijodiyatlarni qilib bizga sunishini qalbimda umid qilman. Rahmat. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Rahmat.
Yaxshimsiz odatda mush Adila Siriqning naqshlarini anglamsiz? Ha, Adila Chashning keyin naqshlarini yoqtirib anglayman. Qaysi naqsini bekrak yoqtirib anglaysiz? Majnuntal qatorliq muhabbet kuylari bor, shu naqshlarni yoqtirib anglayman. Hammadan bekrak qaysi naqsini yaxshi ko'rasiz? Men shu Majnuntal demizdagi shu naqsh ismini bor ekan, shu naqshni yoqtirib anglayman. Qachondan bir ikki misra kelib bera olamsiz endi mush musiqa fakultetiga bir o'quvchi ekansiz. Ey Majnuntal, sizlerimge quloq sol. Rahmat. Mush fursatdan shu Adila Siriq ayron yurak so'zlarimiz bo'lsa davasimiz. Buldu Adila adamninki buningki ishlarga muvaffaqiyatlik, buningki ijodiyatlariga uftuq tilayman. Rahmat sizga. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. So'rab baksam Adila Siriqni tanimsiz? Tanıyman. Odatda naqshlarini yoqtirib anglamsiz? Bek yoqtirmayman, bek yoqtirmayman. Rasman unda siz qaysi naqshlarini bekrak yoqtirib anglaysiz? Kanvay ko'nglaydi degan eng yoqtirmayman. Eng yoqtirdiğiniz kanvay ko'nglikmi? Bir ikki misra aytib bera olamsiz ashundan? Yeşil rang, yeşil hayat, ah bulutlar ara gök asman, kızıl güldür, sarı çiçek, sen sen kongan bir hayvan. Oy, rahmat. Pek yaxshi aytirkansiz jimo. Rahmat. Undan so'ng shu fursatda Adila adamga deydigan qandaq bir yurak so'zlaringiz bor, shuni bir deb bersangiz bo'ladi. Oldu. Bundan keyin ishlaridan o'ngishli bo'lishini, oilasining baxtli bo'lishini tilayman. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Tugdimi? Tugdi. Asosimiz qizlarni tutib bog'lab tutib Chapa cheksiz. Men keyinda yugurib berdim, turibsiz. Qirg'izstonizga mayli naqshamni aytqizib xel qaynab aytqisiz. Sizning temtozlaringiz haqiqatan Lekin ben jiqqa. hoş buldum, Faqat bek bir ta'sirlandim. qismi adajmo. Albatta, mana shu sizning mastanlaringizmi o'zining yurak so'zlarini deb o'tdik. Mush fursatda shularning bir ikki kalima so'zlaringizni deydi Adila. Keyin ekronni ko'rib qo'shib ketsin. Meniki har bir naqshamni intayin yoqtirib anglag'iniga chin qalbimda rahmat aytaman. Shundaqla men shu qo'llag'uvchilarim uchun, shu Uyg'ur qarindoshlarim uchun texmi nadir, texmi yaxshi bo'lgan ijodiyatlarni shu musiqa tartibimiz bilan birga ijod qilib sahnalarda o'rindashga tirishman. Albatta buning biz tilakdoshmiz. Bizmi shu umidda. Endi men shu Adila Siriqning bir jatdagi alayligiga baqoyil qanaq desangiz, Adila Siriq shu taki boshlang'ich maktabdan oliy maktabni bitirgach bo'lgan oraliqda bak yaxshi o'qigan a'lochi o'quvchilarning bir sanaldi. To'g'ri, bizda bor. Men buni anglagan rost. Shu bilishimcha Adila adam oliy maktab imtihonida Urumchi shahri bo'yicha ijtimoiy palla sistemasida ikkinchi yana shu Al-Yo'l A'lodan qoslam keyingi nomzod mana shu Adila adam. Shunday. Ana shu yili ijtimoiy palla sistemasi bo'yicha avtonom rayonimizdagi 10 natijasi oldin qatardagi 10 munavvar o'quvchining ichida Adila Siriqmi bor. Oliy maktabga chiqqandan keyin bo'shib qolmay bir yoqda shu faoliyatlarni o'z ustiga elib naytib faoliyatchilik qilib o'qis, bir yoqdan darslarni shunaq yaxshi ep mangan. Shu sababli shu hukumatdan bevosita xizmatga taqsim qilgan deyman Adilani, Turpan xalq hukumatiga. To'g'ri, Turpan xalq hukumati deb. Uzumchilik yezliq tushirayotgan ana. Shu yerda ishlayapsiz degan, lekin yamanchini qilayotgan. Adilada yaqinda ansam bu xizmatingizdan iste'fo beryapsiz a? Shunaqa. Buni endi oilangiz uchun iste'fo beryapti deb oldim. Rost shundaqmi yoki? Balishki bo'ldi. Turpanga berib kelib ishlasam cho'ng qizim 4 yosh kiraydi deb balla tarbiyasiz qoldi ekan deb dadasi bo'lsin ayt aldirash. Shunga men balla tarbiyasini har qanday ishdan yo'q ustun o'ringa qo'ydim, muhim o'ringa qo'ydim. Endi ana degan dunyo uchun eng oliy diplomda ekan, mush diplomni olay dedim. Yaxshi. Adilaning mana shu tarafi har qanday bir onalarning o'rganishga tegishli bir taraflari. Demak, Adila intayin mas'uliyatchan bir kuyimchan ona. Rahmat. Shundaq mana paranlarimiz intayin yaxshi davomlashyapti. Uning gapini Sal turib texim yaxshi paranglar chiqadi ishimiz. Muzikantlarning qo'ldir degan qisib hozir. Qahrdan demak hozir 3-naqshiga signal beryapti ya. Endi qaysi naqshni anglaymiz Adilada? Mening yana bir yangi ijodiyatim bu olam, o'tna olam degan naqsham. Men bu naqshni aytishdan burun ikki qizga gap qistirib qo'yishni loyiq ko'rdim. Bu naqshimni yozgan vaqtimda men shu tekstni yozgan vaqtimda bakrak shu hozirgi yosh bolalarga bir tarbiyaviy ahamiyati bo'lsin deb. Masalan, hozirgi bolalarningki qilolmayman, aytolmayman, menga bunday ishni qilmayman deydigan gaplarni men chiqarmayman-chu. Shunga bu naqshni tekstda men ko'rmadim, ko'rmagan, ko'rmayman deyman.
Könmüdüm, könmegen, könmeyme deme diyemen. Bu hayat emmiga köndürdü, sen bağmayma degen tügmenge yet qitim barsan, asman uçqan vaqtında yek düşüdüğünü, ya da ömlep yatqan vaqtlarında şunda bir küllen asmanlardan uçup qaldığını özün oylap yetkin degen bir maqsadda muş naqshini özüm yazgan. Bu fursatda icra etdiğimga şunda xoş. Şundaq aytım tərbiyyətik bir naxşıya qarğan bu Ögünüş naxşını pozitiv bizga. almasaq, yaxşı bir dərs alğandək bulduğanda qılmız. Qeynəmiz, Tamam. barlıq dostlar bilan birlikdə alaylı. Bu ritme kulak verin. Törde begahte orun ayrılma Könül kaddede badide birini tanlima İzlesen özünge yoldaş Kalipdaş muhtaş Eninde özünge muhtaç Kalipdaş muhtaç Yoldaş Bu alem ödne alem Bu hayat bizge amanat Körmeymen Ben hem könmegen, könmüdüm, könmeymen Belki sen yanarsan ne çare, öçersen ne çare Varmayman digan tügmenge Vararsan yeter Yeter Bu alem ödne alem Bu hayat
teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bek peyzg'u shunda huzurlandim juma men Adiladek shunaq yuqori ovoz naqsh aytadigan bo'lsam mishadik to'mirim jondodek chiqdi. Adilada bu xil ahvol ko'rilmaydi demak mana bu naqshchining talanti. Chiqilib har qanday bir naqshchidan shunday yuqori saviya talab qildi. Bek huzurlandim bek peyzg'u. To'g'ri. Endi Adila adamning naqshlari qaraydigan bo'lsak, shu Adila adamning barliq naqshlaridagidek intayin yuqori saviya, yuqori mahorat talab qiladigan naqshlar. Masalan, bu qatorda men intayin yaxshi ko'rib anglaydigan Bahar nomli naqshi. Men bu naqshi orqali men Adila adamni tonidim desam bo'ldi. Bek yaxshi ko'rma bu naqshini. Shaxsan bu naqshini men aytib yoqtirib anglayman, chunki shu 2013-yil Shinjang televiziya stansiyasida avtonom rayon bo'yicha yangi diktor riyosachilarni bağlash musobaqasida Adila tunchi bo'lib tushirsak aytdingiz bu naqshini. U chaqda biz model mangan Adilaning naqshisiga. Bu naqsha ana shundaq nodir ijodiyat bo'lg'ash, yangi Shinjang, yangi kuy temisidagi, ya'ni shu Shingajon Shinjangning ikkinchi qitimliq cho'ng tipga bağlashda birinchi darajalik mukofotga erishgan. Shundaq, to'g'ri, yana uningdan boshqa shu Nafisa, Ingmama, Sarang sotuvchi qizcha qatorliq ijodiyatlarni ayrim holda ikkinchi, uchinchi darajalik mukofotlarga erishgan. Demak, mana bularning hammasi bir-biridan nodir ijodiyatlar. Demak, Adila Sidiqning yosh turiblar shu san'at jihati, ijodiyat jihati erishgan ufuq natijalarga sal qarashqa bo'lmaydi. Emas, albatta. Endi Adilada sizning shu naqshi aytish uslubingiz qaraydigan bo'lsak, bu asosligi men yesqib yetishimcha shu xalqaro moda bo'layotgan pop uslubininki konkretroq aytsak pop uslubining ichidagi R&B uslubidagi naqshlar ko'proq salmoqni egallaydi. Ham so'rab baqsam bundan keyingi ijodiyat yo'lingizda davomli shu uslubni saqlab qolmoqchimi yoki bizning mayli xalq naqshlarimiz yo'q bo'lsin yoki boshqa uslubdagi naqshlarni aytishni o'ylab baqdingizmi? R&B uslubni yaxshi ko'rib aytib qilishimga sabab sizlarga ma'lum bizningki o'zimizning milliy naqshlarimiz intayin puroq talab qildi, yuqori saviya talab qildi. Men shu milliy naqshlarni o'zimizning naqshlarini o'rgangan vaqtda shu puroq alayda e'tibor berganligim uchun pop deganimiz shu hozirgi zamon moda naqshlar turiga kirdi. Shuningki R&B tipida shu puroqni bakrak tashabbus qildi. Puroqni egallashni muhim o'rinda turdi. Shuni bilib bilmaylar R&B qiziqib qoldim. Hamda shuningdek bir turkum shu R&B uslubni Uyg'urcha naqshiga kirishtirib, o'zimizning milliy alayligini saqlab qolgan asosda hargizmi o'zimizning naqshini chet elning naqshlari uchun xizmat qildirish emas, balki chet elning naqshlarini uning yaxshi variantlarini Uyg'urcha naqshlarga jug'urib bir-birisidan ayirib ololmagandek darajada shundaq bir izlanib bir necha xil naqshi ijod qilib aytib baqqandim. Masalan, shu o'tna olam degan naqshlar shu R&B naqshlar kirdi. Endi men buning kimi yana mushta R&B naqshini mushunla aytma, boshqani aytmayman deganim emas. Har xil uslublar bor, masalan, rock, funk, damdo, jazz, damdo. Endi bizningki Uyg'ur naqshchiligiga hozirgacha kirib bo'lmagan bir naqsh turlari bor. Mush xalqaro sahnasida. Mening buyuk orzuyim shu alaylik. Meningki shundaqlamış muzika tertitki barliq muzikat bilan shuncha yil tirishchanligi ostida bugungidek kunga erishib ketimiz. Hammamizning orzuyi nima deganda shu Uyg'urcha pop naqshini xalqaro sahnas qatoridan bir o'rin oldirish. Wow, shu bundan keyin shu pop muzik jihatda men texim o'zinib yangi variantlarni shu Uyg'urcha naqshiga kirgizishga, Uyg'urcha naqshlarni yana bir qadar bir yangilik, yana bir shu dunyo sahnasiga loyiq, shu pop sahnasiga loyiq bir saviyada o'rindashga tanki chiqaramiz. Albatta shundaq, albatta shuningda tushunib olishga bo'ldiki, Adilaning uslubi shu xalqaro moda bo'layotgan, xalqaro moda bo'layotgan zamoniy uslub bilan o'zimizning shu milliy ohang puroqlarini bir gavlashtirgan asosda taraqqiy qilib o'tibdi. Albatta bizning bundan keyingi san'atimizning taraqqiyoti mushu saviyada mengishini bizni ham umid qilamiz. Melodiya hammamiz g'ayrat qilaylik, albatta men hamda shu Zubayda Tursun yangilikni tez qabul qiladigan yoshlardan bo'lishimiz bilan deb maqtab olamiz-da o'zimizning niyatda. Yaxshi shu uslubingizni intayin yaxshi ko'ramiz-da. Shundaq. Men bakchi rahmat degizim. Arzimaydi deb o'tirdim. Kamtarlik qilyotdi Adiladan bek kamtara. Xo'sh, qanoq bo'lsa navbatgi minutlarda siz yuqorida deb o'tgan ana shu xil uslubdagi naqshingizdan bir anglamdik. Qaysi naqshini ijro qilib tursizga? Bo'ldi, men to'yanda o'rinlaydigan ishki naqsham birsi chet el naqshlarini o'zlashtirgan naqsha. Bu R&B emas, funk uslubi. Hamda ikkinchi qitim ular bilan marhaba degan naqshni o'rindayman. Bu o'zimning ijodiyatim. Bu hamda
uyg'urchalashgan funk uslubdagi naqsha. Demak, birli qaytimda ikki naqshni tang ulab aytamsiz. Shunaqa qilib. Ulapla. Wow, Qani. sen onda qo'sa o'zirlaydi. Birlikte anlat bakaylı. Merhamet. Chavoqlaringlarni aymag'aysizlar. Yo'q, Tamam, qayg'ulanmaydi. tamam. Alkış. I guess you can't listen to bastığının peyini kadar I guess you can't son hem ben hoşanlık bizge mensup olup adam İşqida yo'q sen uchun kuyishga bardosh berganim Suyida yapmasam bu qarini sen uchun taqdim etganim Kutilgan sen mening taqdirimga Izlamasan mendan o'zga Mash'ug'im qayerda deb yurmasang Sensan
kızım. Harikasın ablacığım. Bravo. Çok güzel. Wow. Mana qahirni hayajonlanganligidan turikso'zlab Turikchi ketdi. ketdim bu. Men bu hayajonlanib to'xatlarim o'lab ketdi. Olim hayajonlanib ko'zoynaklarni oldi mana. Ben tügeçtim boldu manaqşını anlap zadımış üzerine başka dünyadaki reklam yazıp kaldım. Demek Naydım yaxşı naxşlarni o'zirlatimiz programmamiz intayin qizg'in kayfiyat ishida davomlashyapti. To'g'ri. Adilaning mushu bir maxfiyatini hozir men oshkorlayman. Qaysi maxfiyat? mushu Adila san'at jihatdagi modalarga, mushu xalqarodagi eng moda uslublarga qiziqqan, mushu uslubda oldida menayotgan bilan, ammo mushu turmushdagi ba'zi bir qism qizlar intayin qiziqadigan modalar qiziqmaydi. Masalan, avlod yengillanayotgan iPhone telefonga qiziqmaydi. Qizlar mushu intayin yaxshi ko'rgan bir qism dangliq markalar bor. Onun qiziqmaydi. Yana mushu ko'p qismli televiziya teatr ko'rishga qiziqmaydi. Men ko'rgan xandonliq kinolarni ko'rgan ko'p qismli televiziya teatrlarini Adila ko'rmaydi. Sizning eksiniz desek buldu ekan-da, yig'inchoqlar ketdi. Ben qat'iy unda o'yilmabdi ekan majmua Adila adamlamış bütün şu moda buluyotgan narsalarning hammasi Adila adamda bor deb o'ylabdi ekan. Men afsus xatolashibdi. Men yig'inchoqlab aytganda Adila adamda shu ma'naviy jihatdagi modalik to'liplashgan, moddiy jihatdagi modalikqa uncha o'zini berib ketmaydi ekan. Haqiqatan esil xislat bu amaliyotda. Adila so'rab boqaymi shu kitob o'qishni yaxshi ko'rsiz hamda filologiyada o'qiganki. Kitap o'qishni yaxshi ko'raman. Qaysi turdagi kitoblarni o'qiysiz? Men bu odatda tafakkur javharlari, logika, falsafa, undan sirt yana shu dangliq odamlarningki shu tarjimonini yaxshi ko'rib o'qiyman. Gap dal mana mushu yerda. Mana mushu turdagi kitoblarni o'qishni yaxshi ko'rgan kishilar qanaqa bo'ldi deganda men bir dafaqaya bilganim bo'yicha naytimi ishni jaz keldi, aldirab o'zining planini va ishlarini boshqalarga demaydi. Undan sirt naytimi tirishchan keldi. O'zgacha bo'lgan bir dunyo qarshiga tafakkurga ega bo'ldi. Andan keyin mushu butun kuchi bilan o'zini kuchlantirishni o'ylaydi. Undan sirt mushu tirishchanlikdan kelib chiqqan natijasi alayda ko'rinadi. Zübeyde'miş palçılıktır mı haberiniz bakende ançmışça? Bunu Zübeyde demeyli molla tapqaq desek. Tepapta mende palçı dep o'ylaqansiz hamda anlıqçılar biz ne demek şu o'zimning materiallarni ko'rganim bo'yicha Adilaning asasen. Xarakterga baho berib baxtim qana to'g'ri topib oldim adashqali. Siz o meni maqtab ketdingiz, men o'zim kasaldan qo'ygan. Bu güzel emas. Haqiqatan men hozir o'ylab boqsam shu kichigimdan bakrak dadamning tarbiyalash ostidami faqat Dersin siz quvaqlarım, pianino çilish, shu har xil kurslarga bak qatnashatdim. So'ngat yezish, naqsh, usul, hatta seyirki majda qatnashib. Ashta qag'ashqa asosiyatdan diqqat e'tiborimni undaq qizlarga ba'zi bir yaxshi ko'rdim, qo'nchoq o'ynashdimdi, kiyim kiyish, undaq ishlarga diqqatimni sarf qilmaganligim uchun bara cho'ng'ilib, men bu ishlardan qolib qolganda. Hozir lekin men buni bir to'g'ri ish deb qarmayman. Hozir bo'lgan seri hamda texmo bekinmachilik holat shakllanadi. Shu o'zimki. Ya herkes unda tanıştı Bu hem de xarakterga bog'liqda. Demak, shu Adilada nurg'un yaxshi xislatlar bor ekan. Hayotda dedi, mush kichigidan pianino chalishni o'rganibdi. Undan sirt yana xushxat yozdim dedingiz, sehrgarlik qildim dedingiz. Bu haqda bizni yo'q deytandingiz. Seyir ko'maklarida masalan badan mashq qilib berish va kichigina shularni mashqlarim qilgan. Undan keyin cho'ng bo'lib men naqsh yetishga qiziqib qoldim. Shu naqshiga kirishib ketdim. Ondan keyin biz o'tgandan keyin ijodiyat kirishib ketdim. Shu mening qilgan ishlarim jiq bo'lgandan keyin unoq kiyim-kechak, chiroyimdan do'stlarim bilan birga bir yerlarga berib, kafe ichib, unoq ishlar asosiyatim bo'lgan sir turmushimda yo'q bo'lib ketdi. Men shunday holat bo'lib qoldim. Adilaning shu oila tarbiyasimi, aytdimi, yaxshi. Adilaning bugünkidek yaxshi natijalarni qo'lga keltirishida albatta, shu uydagi barliq suyimli ota-onalarining, qarindoshlarining qo'llab-quvvatlashini ayirib qarg'ila olmaydi. Uyingizdagilarning yurak so'zlarini qo'yib bersak, yig'lab ketasizmi, endi ta'sirlansa? Siz 9 yoshdan boshlab tomoq aytib bilib ekansiz-da. Men maxsus shu sizni tushunish uchun otangiz suhbatlashdim emasmi? Mendan bekcha patat siz rahmat. Arziydi o'da. Qiynoq bo'lsa ekran marhamat. Kişigidilla nait tirishchandal etdi. O'zi yana san'atga shunda qiziqdi. Uning ustiga yeziqchiligidami, ijodiyatimi, hali yaxshi ijodiyatlarni qildi. Naqshlarni anglasam yig'lab qolman. Bu qizim yaxshi ona oilada teshig'i chiqsa, yaxshi davlatningki bir yaramliq adami
Boptu dep bu kızımның naqşlarını anlaydigan bolsam yig'layman. Naqşını o'zi ijod qildi, muzikasini o'zi ijod qildi, she'rini o'zi yozdi. Hamma jihatda yetishgan. Demak, mening mushundaq aramizda bo'lganligim uchun men bolalarimdan, nevaralarimdan, Adiladan chiqib faxrlanaman. Mening eng oxirgi so'zim, ümidim Adiladan oilada yaxshi ona, jamiyatda yaxshi odam, axloqli odam bo'lib va ijodiyatini bundan keyin kelgusida texmi yaxshi ijodiyatlarni qilib, davlatga, mamlakat bo'yicha yaxshi bir odam bo'lib chiqishini, shuningdek dunyoga tanilishini umid qilaman. Qizim Adila endi kichigidan tortibla intayin aqlli, zerek, qiziqishimi ko'p tayyorlik, ish qilib o'rganish va boshqa taraflardan bo'lsin alaydilarek bir xil o'ziniki alayligi bor qizdi. Va shuningda boshqa ijodiyat ishlari bilan shug'ullandi. Biz bundan intayin suyunimiz. Ben kızımın işlerinin ronak tepsi, bunundaki şu sanat işleri için texmi zor tök bilen ketişini ümit kılıbım. Kızım kiçigidilam yaman tirişcan, akıllı, aşta kız deyemdi. Bu kızımızınki bundak alayligini biz aşı 4 yaş vaqtidan tatip sezgen. Şundan keyin bu kızım degen aşı her qanaq naqşını bir anlapla etalaydı hem şunçilik hissiyatçandı. Mening kızım tirişip ijodiyat jihatdimi endi hozir yoshlarni oldi desam bo'ladi, men uningdan endi ko'z yummayman, uni o'zimni iqror qilmay. Qizim haqiqatanmi naqsh etishdi bo'lsin, ijodiyat bo'lsin, masalan she'rni hatto o'z yozadi. O'z yezib, o'z aytadi, o'z ijodiyat qildi endi. Bunda alaylikni endi biz yaqindan yoki kechilik qilgandimi bek ta'sirlanib ketdim qizimdan. Buningdan keyin Xudoyim buyursa endi bu ishlarning texmi rivojlanishini, hem ailəsinin texmi yaxşı bo'lishini, hem de balalardan ensirmay, men balalarimni yaxshi beqib bermay, mushu jamiyatga bir kichik to'kib qo'shishini umid qilaman. Har qanday bir odamningki mushu orzusini amalga oshirish jarayoni intayin mushkul bo'ldi. Odamning ham shu. Mushu san'at jarayonida qanchalik jabr tortgan, qanchalik qiynalganligini singlisi bo'lish sifatim bilan men nayda inoq bilaman. Bu yerda endi boshqa bir narsa so'zlab o'tirishimning hech bir hojati yo'q deb o'ylayman. Faqat mushu odamning bundan keyin texmi yaxshi ijodiyatlarni qilib, butun xalq ommasiga sunishini, oilasining baxit, ikki farzandining yaxshi ummaq sog'lom cho'ng bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Ya Allah, meni ömürde apamdan tunjiqdim maqsina olsunji. Analıqdike baqsa. Qusuruzda bitirdi ya, şondoq maşallah. Adiladam 4 yaş vaqtidan başlapla mana muzikaga kirishib ketibdi emasmi? Men mush Adiladamninki ota-onasi bilan suhbatlashish jarayonida shunda bir narsani his qildim. Adiladam endi ota-onasi bo'lsin, mayli mush Almiradam singlisi bo'lsin, shunchalik kuyimchan, shunchalik mehribonki. Qanday deysiz desangiz, endi Adiladamning opasining aytib berishicha, bir vaqtda bu Adiladam xeyli kichik vaqtlar ekan-da, u balki shu aytavur 9 yoshlar vaqti bo'lishi kerak. Adiladamning opasi tuyuqsiz og'irib qilib balnisda yetib qopti. Xeyli uzun bir mazgil yetibdi balnisda. Shu vaqtda Adiladam her kuni sahar soat 4 o'rnidan turib, u Adiladam bilan Almiradam ikkilisini o'qavatgan vaqt ekan-ku. Adiladam shu vaqtda sahar soat 4 o'rnidan turib tomoqni yetib bo'lgandan keyin opasiga operatsiya etib, doktorxonaga operatsiya etib, undan keyin maktabga bordi ekan to'q. Nima degan kuyim? Shunda bek ta'sirlangan. Farzand xullu deyman qo'y, nima qanaqa bir farzandni o'tishga majburiyati demak, Adila ana shundoq oildimi, kasbda mas'uliyatchan, oilda ana shundoq kuyimchan, vafodor bir farzand. Bayatdan uydagilarning ammo yurak so'zlarini anglab o'tdik. Shaxsan men bek hayajonlandim. Albatta, shularning degan eng go'zal tilaklari sizgami bo'lsin, bizdami sizga barliq yaxshi tilaklar ketdi Adila. Cho'qim tirishma umidinglarni yerda qo'ymaslikqa cho'qim bel bog'layman. Xo'sh, Adiladamda sizningki bundan keyingi planlaringiz haqida ozroq to'xtalib bersangiz. Bundan keyingi plan va nishonlar bilan bir o'rtoqlik qanday planlar bor Adiladamda? Mening bundan keyingi planim, men Melodiya madaniyat tarqatish shirkati bilan hamkorlashayotganlik 2 yildek bo'lib qoldi. Xizmatdosh bo'ldik. Xizmatdashib qoldik. Bizningki bu yilgi planimizda meningki bir necha maydon yolg'iz kishilik naqsh kechiligimni o'tkazish bilan birga, ya'ni plastinkamni chiqarish, undan sirt, ya'ni mumkin bo'lsa yoqi yurtlarga berib, shu yerga qarindoshlarimizga bir naq maydon naqsh kechiligi o'tkazib, yana yaqin oraliqda shular bilan bir yuz ko'rsatish fursatiga ega qilish bir orzuyimiz bor. Men bu yerda
Ben bu yerda o'zim shundaqla muzika tertib vakaldan Melodiya madaniyat tarixchilik shirkatiga bizga shundaq yaxshi sharoitlarni yaratib berganiga chin dilimdan rahmat aytaman. Albatta, bundan keyin Melodiya davomli harakat etganmiz, qilgan ishlarimiz xeyli jiqgan oldimizda. To'g'ri. Shunlash qahrdan jiq-jiq tamoq yeb sevmamisiz bo'lmaydi-ku. Ma'qul, men sen bo'g'idek bo'ldi. Xeyli yaxshi çaldinglar, lekin men bugungi programda chatmudun baxtning ustiga chiqib çalmağanlar yeringlar qoldi-ku. Sal turib bende. Adilada siz ham shu Markaz Xalq radio stansiyaniki Üzülmez Melodiya programmasiniki shu boshlanish naqshini siz aytgan-ku. Bek yaxshi ko'rma bu naqshni shunda jalliq bir xila. Ama shu programmasining oxirgi minutlarida shu naqshni bir anglab o'tsak qanday deysizlar? Wow, bu mening arzuyum. Chunki bu naqsha men Üzülmez Melodiya mikrofon oldida xeyli uzun mezgil amra bo'lgan naqshadan biri sanıldı. Hozir shu Markaz Xalq radio stansiyasining Turkiyaga olib o'tgan programmasiga riyosatchilik qilayotgan bo'lg'achqa yarim yildak bo'pti Üzülmez Melodiya mikrofon oldidan ayrilib qolibdi. Men bu naqshni anglag'ach, ana shu aslimlar qo'yiniga qaytib olgan bo'lsam, nurg'un go'zal aslimlarim bor Üzülmez Melodiya. Aldı bilan sizga, lekin Üzülmez Melodiya programmasini qo'llab-quvvatlab kelayotgan radio anglag'uchilarga yana bir qitim rahmat aytish yuzidan yana bir qitim bu naqshni ijro qilish orqali bir rahmatimni bildiray. Üzülmez Melodiya. Üzülmez Melodiya. Xo'sh, Adila, boyatdan o'zingiz dedingiz, men kitob o'qishni yaxshi ko'raman deb. Shunlashqa shu program guruhimizdagilar sizga kichikgina bir xatir bo'yimni sovg'a qilmoqchi. Oddiy bo'lsin, qabul qiluvchi kitob degan bebaho boylik. Yana shu Mahmud Zaydining Madaniyat yo'l nomli kitobini sizni cho'qim yaxshi ko'rdi deb sizga sovg'a bermoqchiman. Qiynamsa, qabul qiling, xatir bo'lsin. Cho'qim uyimning to'rida saqlayman. Shunda qadrli do'stlar, mush fursatda eskartib o'tishga kerakki, mana bu yil biz Uyg'urlarniki, ya'ni diyorimizda bir kitob o'qish yili qilib bekitilgan, shundaqla hammamizda bir xil kitob o'qish qizg'inligi yuqori ko'tarilgan bir yil bo'ldi. Mush fursatda eskartib o'tamizki, cho'qim kitobni o'zimizning yaqin hamroyiga aylantiraylik. Shundaq, kitob bizning yaxshi do'stimiz, kitob bilim bulug'i-ya. Shundaq. Demak, bugun Adila Sadiq bilan aytdim, go'zal suhbatlashdik. Qahramonning sirtiyana nurg'ilgan yaxshi yep-yangi naqshlarni anglab oldik, hozirlandik. Bek ahamiyatli, men uchun unutilsiz bir qitimliq ziyorat bo'ldi. Men uchun albatta shundaq. Albatta, oxirida Adilada sizning bundan keyingi ijodiyat safaringizga zo'r utuqlarni tilaymiz. Shuning bilan birga oilangizga barakat, xo'shallik, baxt, omadning yor bo'lishini umid qilamiz. Rahmat, men sizlarning xizmatingizga utuq tilayman. Hamkorligimiz texmo ro'naq topqay. Rahmat. Rahmat sizlarga, rahmat. Muzikantlar Teşekkürler. Xo'sh, ekran oldidagi sevimli qarindoshlar, shunaqla radio anglag'uchi do'stlar, albatta har qanday bir san'atkorni har bir davrda davrning yangi talablari kutib turganligan bo'ladi. Albatta tarix, vaqt, xalq mana shunday qatma-qat sinoqlarning o'zidan chiqargan san'atkorlarni tabiiy tanlab ola oladi. Shunda qadrli do'stlar, biz bu qimmatli vaqtlarimizdan foydalanib, G'arbiy yurt moda naqshxonishi Adila Sadiq bilan suhbatlashdik, sirdashdik, hamda uning natija utuqlari bilan o'rtoqlashdik. Shuning bilan birga mana bu melodiya muzika atirtirki barliq muzikantlarning tankishi ostida Adila Sadiqning naq maydondagi jalliq muzikalardan, naqshlardan hozirlandi. Shunaq, albatta bizning alayda san programmalarimiz, ya'ni men naq maydonda alayda san'at programmalarimiz buninglik bilan to'xtab qolmaydi. San'atiyatda talanti bor. Shunaqla naq maydonda bizning MLD muzika atirti bilan hamkorlashib naqsh ijro qilishga ko'z yetalaydigan ya san'atkor do'stlarimizning biz bilan aktivlik bilan aloqa qilishini chin dilimizdan umid qilamiz. Shunday balkim bu sahna bizning yosh yetilayotgan naqshchilarimizningki cho'lpon bo'lish uchun boshlanish nuqtasi bo'lib qolsa, shunga fursatni ching tuting. Sevgili seyircilerimiz, bugün çok güzel bir zaman geçirdik. Yani bugün Uygur halkının pop müzik kraliçesi Adila Sadık'la çok güzel sohbet ettik.
Şundaq ham programmamızın suratlik nusxasını, yani videosunu Merkez Halk Radio Stansiyonunun 3w.uycnr.com tor bektidən. Şundaq yani bizning MLD kanal öndidar süpümüzdən körüp alsanız boladı. Kanal yani Q harfi birinci basımız. Evet dostlar, programımızın videosunu Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Halk Radyo İstasyonu'nun web sayfası yani www.uycnr.com adresinden ve MLD kanalının kamu platformundan seyredebilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Albatta, men naq maydonda programmamızın texmi nadir sonlari davomliq dostlarimizdan hozirda bo'ladi. Shu esingizda bo'lsinki, Melodiya madaniyat tarqitish şirkati va MLD musiqa tarqitish davomliq do'stlar uchun xizmatda va harakatda. Shunda qadrli do'stlar, bugungi programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Oxirida hammalarning tiniga salomatlik, ishtiroqlarga utuq tilaymiz. Shunaq do'stlarning yoqtirib anlig'iniga va programmamizni yoqtirib kelganing ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qisam programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'slarni sevamiz. Xayr xo'sh.